Hammaga bugun sizlar bilan Shayx Temuriy. Do'stlar, bugungi videomiz nimadan iborat desanglar, bugungi videomiz albatta zadaniya bajarish bo'ladi. Qanaqa zadaniya bajarish desanglar, mana kulli rang import yozilgan. O'shanga mana bajarib ko'ramiz. Qani nima bo'lar ekan? Birinchi zadaniyani biz bajarib ko'rdik, uni video olmay qoldik. Ikkinchi zadaniya bu avtobus haydang deyapti. Avtobus bo'lib ishlang deyapti. ikki marta bekatga avtobus haydab boramiz va qanaqadir narsa olamiz va keyin kes ochamiz. Qanaqa kes desanglar, mana bunaqa kes. Bu kesda nimalar bo'lsa-lar, gelik, post, shunaqa mashinalar bor. Tak. Biz unda boshladik do'stlar. O'sha avtobusga borganimizdan keyin videoni davom ettiramiz. Tak, mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Biz yetib qoldik o'sha avtobus bekatiga. Mana hozir hamma zadaniya bajarib yuribdi, hamma avtobus haydab yuribdi. Bizlar ham hozir avtobus haydaymiz qani do'stlar. Kes ochamiz, kesdan nima tushishi ekan. Birgalikda kes ham ochib ko'ramiz. Mana hozir biz avtobus bekatiga keldik. Men hozir shunday avtobus tanlab olaman. Ikkinchi daraja bo'lishi kerak. Shu bilan keyin Arzimas shahrini bosamiz va zadaniya qilishni boshlaymiz. Hozir videoni davom ettiraman. Uzr do'stlar, ozgina mana ishim chiqib qoldi. Mana biz hozir zadaniyani boshlaymiz. Mana keldik. Yani 10gacha sanaylik. Tak. Xo'sh do'stlar, mana birinchi klubga keldik. Endi ikkinchi klubga ketamiz. Qani boshladik. Hozir 1 minut. Shunday tushadi. Tak, ishim chiqdi.
Xo'sh do'stlar, mana ikkinchi guruhga ham keldik. Zadaniyamiz bajarildi. Qani bosamiz. Qani necha pul topibmiz? 11.628 ming topibmiz. Mana ikkita guruh qilib. Mana guruhimiz bo'ldi. Mana endi kesda ochishimiz mumkin hozir. Kullilarning importga kiramiz. Oldik. Omad beringlar, omad. Hop. Bila, qanaqa narsa bu? Bila. To'xtanglar, nima ekan bu narsa o'zi? To'xtanglar chiqani. Inventarga tushdimi bu narsa? Ryukzak ekan, ryukzak. Qarshi mana xo'sh do'stlar, ko'rib olgan bo'lsanglar, mana bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi qism chiqishi uchun 40 ta obunachisi bo'lamiz va ikkinchi qismini birdan chiqaraman, mujikka mujik. Hammaga xayr. Sizlar bilan bugun sheyx bo'ldi.